alaykum internet tarmoq kuzatuvchilari. Siz ayni damda Hazoras 24 hafta ichida informatsion dasturini kuzatmoqdasiz. Ayni damda sizlar bilan Nurhayot Sharifboyeva va men Dilshodbek Abdullayev. Tumandagi axborot kutubxona markazida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostidagi 5-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasidagi tadbirning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirni Hazoras tumani hokimi Maqsudbek Abdullayev ochib berdi. Tadbirda madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi tuman ko'zi ojizlar kutubxonasi rahbari Ilhom Abdullayorov, tuman kengashi deputatlari, ijodkorlar va kitobsevar yoshlar ishtirok etdi. Kitobxonlik haftaligi tadbirida shoirlar ijod namunalaridan o'qib, kitobxon o'quvchilar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar namoyish qilindi. Hafta davomida axborot kutubxona markazida ijodkorlar bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari, zakovat intellektual o'yinlari, kitob taqdimotlari tadbirlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tuman hokimi o'rinbosari Bekzod Sobirov va yoshlar Pitnak shahrida joylashgan Neobestyle korxonasida bo'ldilar. O'quvchi yoshlar Neobestyle MCJ faoliyati, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xodimlarga yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Tanishish jarayonida o'quvchi yoshlarga va korxonada ishlab kelayotgan hamda o'qish ishtiyoqidagi yoshlarga mutasaddi rahbarlar tomonidan dual ta'lim bo'yicha tushuntirishlar berildi. Ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli qarori va shu yuzasidan Xorazm viloyat hokimining 2025-yil 25-yanvardagi qarorining ijrosi yuzasidan amalga oshirildi. Tuman hokimligining kichik majlislar zalida tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev rahbarligida quruvchi va tadbirkorlar bilan seminar yig'ilish o'tkazildi. Seminar yig'ilishida viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida va qaror mazmun mohiyati tushuntirildi. Shuningdek, obyektlarda qurilish ishlarini olib borishda seysmik xavfsizlikni ta'minlash to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilgan qoidalarga amal qilish lozimligi aytib o'tildi. Ishtirokchilar o'zlarining qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan to'laqonli javoblar oldilar. Sog'lom avlod, sog'lom millat, sog'lom jamiyat va taraqqiyot garovidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-noyabrdagi nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 389-sonli qaroriga muvofiq mahallalarda istiqomat qiluvchi 18 yosh va undan yuqori yoshdagi nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida 5 tashabbus paraolimpiadasi sport musobaqalari doirasida 13 ta para sport turlari bo'yicha Hazoras tuman bosqichi o'tkazildi. Musobaqani Hazoras tumani hokimi o'rinbosari Bekzod Sobirov ochib berdi va musobaqa ishtirokchilariga omad tiladi. Musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilar O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligining sport formalari va diplomlari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilar joriy yil may oyida bo'lib o'tadigan 5 tashabbus paraolimpiadasi sport musobaqalarining viloyat bosqichida ishtirok etadilar. Hazoras tumanidagi sport maktabida 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirokida shijoat va g'ayrat sport musobaqasining tuman bosqichi o'tkazildi. Musobaqada har bir mahalladan sportsevar yoshlar ishtirok qildi. Bellashuvda ishtirokchilar turnikdan tortilish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish, qisqa masofaga va uzoq masofaga yugurish, AK-74 avtomatini to'liq, noto'liq qismlarga ajratish hamda yig'ish va merganlar bellashuvi musobaqalari bo'yicha kuch sinashdilar. Musobaqa davomida yoshlar o'zlarining jismoniy tayyorgarligi, chaqqonligi va mahoratlarini namoyish etishdi. Musobaqa so'ngida g'olib jamoalar aniqlandi. Oq maydon mahallasi 1-o'rin, Shoduxurram mahallasi 2-o'rinni va Karvak mahallasi 3-o'rinni qo'lga kiritdi va tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev tomonidan diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Xalq deputatlari Hazoras tuman kengashining 13-sessiyasi bo'lib o'tdi.
Sessiyada deputatlar, tegishli idora tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Sessiyani xalq deputatlari, Hazorasp tuman kengashi, kotibiyat mudiri Mash'al Vaisov olib bordi. Sessiya kun tartibida 11 ta masala ko'rib chiqildi. Sessiyada mas'ul tashkilot rahbarlarining axborotlari tinglandi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan deputatlar o'z fikrlarini bildirdilar va kun tartibida muhokama qilingan masalalar yuzasidan qaror qabul qilindi. Hazorasp tumanida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun futbol va mini futbol musobaqalari saralash bosqichining ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev ishtirok etib, musobaqa qatnashchilariga omad tiladi. Shundan so'ng tuman sektor rahbarlari ramziy tugmani bosib, kubok musobaqalariga start berdilar. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jismoniy tarbiya va sportni keng ommalashtirish maqsadida tashkil qilingan ushbu bellashuvlarda tumanimiz mahallalarining 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlardan iborat jamoalari o'zaro kuch sinashdilar. Musobaqalar oldidan estrada xonandalari tomonidan kuylangan kuy-qo'shiqlar yoshlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan o'quv seminari tumandagi 13-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tdi. Seminar avvalida tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev hamda qishloq tadbirkorligini rivojlantirish ikkinchi faza loyihasini amalga oshirish guruhi a'zolari tumanimizdagi tadbirkor ayollar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Tanishish jarayonida tadbirkor ayollar fikrlari tinglandi va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, ayollar bandligini ta'minlash bo'yicha kerakli taklif-tavsiyalar berildi. Hazorasp tumani hokimi Maqsudbek Abdullayev bugun tumandagi 16-sonli umumta'lim maktabida bo'ldi. Ushbu maktabning 84 nafar o'quvchilaridan 42 nafari PISA 2025 xalqaro tadqiqoti ishtirokchisiga aylangan bo'lib, o'z bilimi va zukkoligi bilan alohida ajralib turadi. Shuningdek, maktabdagi o'quvchilarni tadqiqotlarga tayyorlash, ularning qiziqishini oshirish maqsadida maktabgacha va maktab ta'limi vaziri buyrug'i bilan bilimdon o'quvchi tanlovi tashkil etilib, 9-sinf o'quvchisi Hilola Ozodova 96 ball imkoniyatdan 96 ball to'plab g'olib deb topildi. Tuman hokimi ushbu umumta'lim maktabida bo'lib, Hilola Ozodovani va maktab jamoasini ushbu yutuq bilan muborakbod qildi hamda esdalik sovg'alarini topshirdi. Hazorasp tuman hokimi Zehinli mahallasida bo'lib, mahalla yettiligi bilan uchrashdi. Shuningdek, mahalla yettiligi bilan suhbatlashib, ish faoliyatlari bilan tanishdi. Har bir xodim o'z vazifasini sidqidildan bajarishi, aholi bilan uchrashib, muammolarni ijobiy hal qilishi, yordamga muhtojlar holidan xabar olishi va fidoyilik bilan ishlashi lozimligi tushuntirildi. Yurtimizda fuqarolarga emin-erkin ishlashi va soha rivoji uchun katta sharoitlar yaratilmoqda. Shuningdek, tadbirkor bo'laman degan, o'zi va oilasi bandligini ta'minlayman degan insonlar safi tobora kengaymoqda. Xususan, Zehinli mahallasida istiqomat qiluvchi Davlatyor Abdullayev ham shunday insonlardan biri. U o'z tomorqasining har bir qarashidan unumli foydalanadi. Xususan, 3 sotix tomorqa yerida pomidor, limon ko'chatlarini yetishtirmoqda. Hazorasp tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev fuqaro bilan uchrashar ekan, tomorqa madaniyati, shuningdek, o'zining va oilasining bandligini ta'minlaganligi uchun rahmat aytdi. Yoshlar bizning kelajagimizdir. Ularni bilimli, barkamol va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash bizning burchimizdir. Hazorasp tumani hokimi Maqsudbek Abdullayev bugun 36-sonli umumta'lim maktabida bo'lib, maktabdagi sharoitlar va o'quvchilar bilimlari bilan tanishdi. 2 va 3-sinf o'quvchilari bilan ochiq muloqot olib borgan tuman hokimi o'quvchilarning qiziqishlari borasida suhbatlashdi va kelgusida har tomonlama barkamol bo'lib, voyaga yetish uchun ilm olishdan, o'rganishdan hech qachon to'xtamaslik lozimligini ta'kidlab o'tdi. Tumandagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada sog'lomlashtirish oyligi bo'yicha tibbiy ko'rik tashkil qilindi.
Tibbiy ko'rikda tuman ijtimoiy reyestriga kiritilgan oilaning a'zolari viloyatdan kelgan va tumandagi tor soha mutaxassislari tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Unda 210 nafar fuqaro ko'rikdan o'tkazilib, 53 nafar bemor aniqlandi. 2 nafar fuqaro tuman statsionar sharoitda davolanish uchun, 51 nafariga ambulator davo tavsiyalari qilindi. 23 nafar bemor ko'p tarmoqli markaziy poliklinika tomonidan bepul dori-darmonlar bilan ta'minlandi va tibbiy maslahatlar berildi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan maqsad nafaqat kasalliklarni erta aniqlash, balki har bir fuqaroning sog'lig'ini yaxshilash, jismoniy va ruhiy salomatligini ta'minlashdan iboratdir. Ota-bobolarimiz azaldan baliqni halol va pok luqma sifatida e'tirof etib kelishgan. Albatta baliqchilik 7 xazinaning biridir. Tumanimizda ham baliqchilik bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar safi yanada kengaymoqda. Buni biz Dexinli mahallasida baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Dostonbek Ko'chkorov faoliyatida ham ko'rishimiz mumkin. 5 gektar maydonda joylashgan Fazilat Zarina Arslonbek baliq hovuzida bugungi kunda baliqning sazan, oqbaliq va boshqa turlari boqilyapti. Mahalla hokimi yordamchisi Jamshid Qurbonboyev taklifi bilan 227 million so'm imtiyozli kredit olgan fuqaroning tadbirkorligi bugun kengaygan. Tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev bugun tadbirkor faoliyati bilan tanishdi va suhbatlashib, o'z tavsiyalarini berdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.